Prezident Shavkat Mirziyoyev 9-may bayram munosabati bilan O'zbekiston xalqini tabrikladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. O'zbekiston xalqiga 9-may xotira va qadrlash kuni hamda 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaning 80-yilligi munosabati bilan bayram tabrigi yo'lladi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar berdi. Hozirgi murakkab va tahlikali zamonda yoshlarimizni barkamol insonlar etib tarbiyalash, diyorimizdagi tinchlik va barqarorlikni, millatlar va dinlararo ahilligi va totuvligini asrash yo'lida qahramon ota-bobolarning 2-jahon urushi yillarida ko'rsatgan sabot va matonati biz uchun hamisha ibrat maktabi, kuch va ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Ushbu unutilmas ayyomda siz azizlarni, muhtaram faxriylarimizni, butun xalqimizni yana bir bor samimiy tabriklab, barchamizga sihat, salomatlik, baxt va omad, xonadonlarimizga fayzu baraka tilayman degan Prezident. Davlat rahbari 2025-yilda 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlarga $10,000 miqdorida, ushbu toifaga tenglashtirilgan shaxslarga 25 million so'm, mehnat fronti qatnashchilariga 3 million so'mdan va bir martalik pul mukofotlari va 2-jahon urushidagi g'alabaning 80-yilligi yubiley medallari topshirilgani faxriylarga e'tibor va g'amxo'rlikning yana bir amaliy ifodasi bo'lganini ta'kidlagan deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.